3000 kilometr, 11 soat yo'l va uyqusiz tunlar. Bu manzara shunga arziydi. Bir boqinglar va mazza qilinglar. Ushbu internet portlatgan Avatar filmidagi mo'jizaviy tog'larni hayotingizda bir marotaba bo'lsa ham o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz shart. Lekin bu joyni allaqachon ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, undan bundan ham maftunkor ikkita lokatsiyani tavsiya qilaman. Birinchisi atiga 2 soatlik masofada joylashgan UNESCOning butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan betakror Wulong tog'lik hududi. Aynan shu yerda 2014-yilda dunyoga mashhur Transformer filmi suratga olingan bo'lib, xalq orasida bu hudud Transformer tog'lari ham deb ataladi. Keyingi manzil esa bundan ham sehrli va betakror tabiiy ravishda hosil bo'lgan Yangshuo tog'laridir. Bu tabiat shunchalik go'zalki, hattoki Xitoyning 20 yuanlik qog'oz pulida ham aynan shu manzara tushirilgan. Eng qizig'i, ushbu barcha tabiat mo'jizalariga shaxsan borib ko'rdik va aynan shu tajribaga asoslanib may oyining boshiga maxsus mualliflik turimizni yo'lga qo'ydik. 10 kun davomida biz Xitoyning jami 6 ta maftunkor shahriga sayohat qilamiz. Tur davomida Panda vatani Chindu shahri, binolar ustiga qurilgan mashhur kiber shahar Chongqing, ertaknamo Wulong tog'lari, betakror Avatar tog'lari hamda Yangshuodagi eng chiroyli manzaraga ega bo'lgan mehmonxonalarda istiqomat qilamiz. Safarimiz yakuni esa zamonaviy Guanzhou shahrida shopping bilan yakunlaymiz. Ushbu mualliflik turimiz 8-maydan 18-maygacha bo'lib o'tadi. Izohlarda Xitoy deb yozib qoldirsangiz, batafsil ma'lumot yuboramiz. Videoni esa ushbu joylarga birga borishni niyat qilgan yaqinlaringizga tashlab qo'yishni unutmang.